Namangan viloyati bolalar kutubxonasi. Birgalikda kitob tinglaymiz. Jahon xalq ertaklari. Yomonlik qilib, yaxshilik kutma. Kunlarning birida hayvonlar shohi sher kasal bo'lib qolibdi. Ertayu kech o'zining g'orida yotib, og'riqdan tog'larni zirillatib o'kiraveribdi. Hamma hayvonlar bemor shohdan xabar olgani kelibdi. Faqat tulki biror marta ham kelmabdi. Bu paytda juda muhim ish, tovuqlardan o'lpon yig'ish bilan band ekan. Tulkining kelmaganini sezgan bo'ri sherga: "O ulug' hukmdor, sening sog'lig'ingni o'ylab hammaning joni halak. Birgina tulki senga o'lim tilayotganga o'xshaydi. O'rningga o'zi hayvonlarga bosh bo'lmoqchi shekilli-da", debdi. Bo'rining gaplarini eshitib qolgan bo'rsiq bu haqda tulkini ogohlantiribdi. Ertasi kuni endi quyosh ufqdan bosh ko'targanida tulki kasal sherning g'origa tashrif buyuribdi. Sher unga ko'zi tushgan zahoti: "Ey makkor tulki, hali men haqimda g'amxo'rliging shu bo'ldimi? Bir tulking qilt etmaydi-ya", deb o'kiribdi. Tulki boshini quyi solib, tilyig'lamalik bilan javob beribdi: "O hayvonlar shohi, umring ziyoda bo'lsin. Tez kunlarda oyoqqa chopqillab ketgin. Bekorga mendan sodiq qulingdan jahling chiqyapti. Barcha sening atrofingda o'tirib olib, vohdan nariga o'tmagan mahalda men eng zo'r tabiblarni qidirib topdim va sening dardingga nima davo bo'lishini bilib keldim", deb javob beribdi. Sher jahldan tushibdi. "Xo'sh, qanday dori menga yordam berishi mumkin ekan?" deb so'rabdi u. "Seni davolashi mumkin bo'lgan yagona dori bo'rining panjasi ekan. Sher bo'rining panjasini kesib olishlarini buyuribdi". Shoh amri vojib. Bo'ri bir panjasidan ayrilib uyga ravona bo'libdi. Yo'lda unga tulki yo'liqibdi. "Ey bo'z bo'ri, senga nima qildi?" hech narsadan xabari yo'qdek muloyimlik bilan so'rabdi tulki. "Qilmishimga yarasha jazoimni oldim", debdi bo'ri. "Bekorga yomonlik qilib, yaxshilik kutma deb aytishmagan ekan". Bolalar, ertakdan qanday xulosa oldingiz? Bo'ri sherga shunday tulkini yomonlagani uchun tulki ayyorona o'z yo'lida javob qaytarib qo'yibdi.